Amaki assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, Shohruh. O'g'lingiz uydami? Rossiyaga ketgan, tinchlikmi? Nima Rossiyaga ketadi? Meni nomimga kredit olgan o'g'lingiz 1 tiyin ham to'lamabdi. Bankirlar meni uyimga kelyapti. Telefon qilib bering xatyapti. Hozir gaplashdim. Nimani gaplashdingiz? Men aytdimki, kelmay turgin, shoshilib. O'rtog'ing kreditingni yopsa, keyin kelasan, men aytaman dedim. O'shanga sen tezroq to'la, o'g'limni sog'indim men. Shu videoni ko'rib turgan aka-ukalarimiz ichida Rossiyada musofirda yurganlar bo'lsa, men sizlarga Yubor ilovasidan foydalanishlaringni tavsiya qilaman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, siz bu ilovadan Rossiyadan O'zbekistonga xohlasangiz so'mda, xohlasangiz dollarda bemalol pul jo'natadi. Yubor ilovasi Play Marketdan App Store'da ham bor. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan foydalanamiz, sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz. Yillar shepim. Qachon keldingiz Marg'ilonga? Ha, hozir keldim, bitta ish bilan keldim. Bitta narsa so'ramoqchiman. Bo'ldi. Любой narsani so'rang. O'likda tiriltirmayman xolos. Nima gap? Bitta shartim bor. Bo'ldi. Yo'q demasangiz so'rayman. Xo'p deysizmi? Unda meni ham bitta shartim bor. Siz aytganingizdan keyin men ham bitta narsa so'rayman, siz ham yo'q demaysiz. Yo, bo'ldi. Bo'ldi. So'rang, nima so'ramoq? Hozirga 10 ming zaril bo'lib qoldi dollarda. Voy, 10 ming dollar. Yetadimi? Xo'p, mana 10 ming dollar. Radmoy, ishingiz bitsa bo'ldi, men xursand, shepam. Rahmat. Endi siz so'rang. Endi men so'raydigan narsa hozirda o'zida 20 ming menga bering. Shunday. 10 ming. Bo'ldi, Radmoy, 10 mingni olaman, 10 ming qarz bo'lasiz. 2 kunda qilib bering-a, kutib olaman. Shepam. Rifkatjon, Qo'qonga qaysi shamol uchirdi? Yo'q, Anatoliy sam объясним. Bugun oylik to'lovingiz bor edi, 10 ming dollar qarzingiz bor. Tug'ing shu pulni. Bo'ldi, ukaxon. Qo'qonliklar gapiga javob beradi. 10 ming yo'g'i, oma to'y chog'ida galiti bor. Qanchaga olasiz? 20 ga olganman o'zim. Нет, 20 ga Malibu tortmaydi shepam. Anatoliy qanchaga olib qolamiz? Da, 15 mingga olib qolaveramiz. Bozor o'lgan. Bo'ldi, 15 ga baraka. Baraka shepam. 5 ta qachon olaman? Keyingi hafta 5 ming beraman. Mana to'y chog'ida galiti. Gapdan qaytish yo'q-a? Bizda gap bitta shepam. Aniq-a? Bizda gap bitta shepam. Yo'q, nimaga ishlamayapti bu shepam? Bu sizni to'y chog'ingiz bu bas. Orqada u mashina. Xo'jayin majlisda edilar. Xo'p desiz, qabulga yozib qo'yaman. Mayli. Sizni qabulga yozib qo'ydim. 2 soatlardan keyin Shamchiroqda belini ishqab ko'rasiz. Bo'ldi. Avkaxon, nima xizmat? Shu Toshkentda yaxshi uy bo'lsa deb niyat qilib turdim-da. Ha, yaxshi-da, niyatingizga yeting. Mana shu niyatimga yetishim uchun siz tilayim bajarishingiz kerakmi? Sanga kim aytdi? Tilay bajaradim meni. Undan tashqari men nafaqadaman men. Jin degani tilay bajarmaydimi? Qo'lingizdan bir narsa keladimi o'zi? Ha, keladi. Maslahat berishim mumkin. Ha, bo'pti, yo'qdan ko'ra bering maslahatingizni. Bo'lmasam gap deyish. Paymida aksiya bo'lyapti. Payme ilovasini identifikatsiyasidan o'tasan, bank kartangni qo'shasan. Keyin Payme Plus obunasini bepul versiyasini yoqib qo'ysang bo'ldi. Orzuyingda uyda shu Toshkentdan xohlasang boshqa viloyatlardan yutib olishing mumkin. Yutuq ko'p. Gap yo'q, yutuqlar ko'p bo'lsa-chi, batafsilroq aytingchi, eshitaylikchi. Hammasi bo'lib yutuqqa 10 ta kvartira qo'yilgan. Undan tashqari ko'plab qimmatbaho sovg'alar yutib olsa bo'ladi. Qale. Вообще zo'r. Endi jin aka bitta uyni paydo qilib berish qo'lingizdan kelmas ekan, mana shu Paymedan menga o'zingiz bitta uyni yutib berasiz endi. Ungacha bunga qaytib kirib ketish yo'q. Og'zini yopib qo'yamiz, a? Qale. Yaxshi. Shu O'zbekistonda hamma narsa tugar ekan-ku, shu beparosatlar tugamas ekanda, a? Menga ruxsat. Akaxon bet, mo'ykaxonami? Ko'rmayapsanmi qassobxona? Ustaxona bu. Yog' almashtiramiz mashinani, antiprisni almashtiramiz. Yana nima ishlar qilasizlar? Любой mashinani hadovoy korobkasini qilamiz. Nima qilish kerak o'zi, ukaxon? Yog' almashtirishimiz kerak. Bo'ldi, ukaxon, biz ustaxonada aksiya ketyapti. Yog'ni bizdan almashtirsangiz, xizmat tekin. Undan tashqari bonusiga mashinangizni balonni ko'rib berish, motorni chiska qilib berish, освежитель tekin. Bo'laveradimi? Bo'ldi, kelishdik aka. Bu mashina meniki emas, xo'jayinimniki. 10 yildagi mashina olsam, o'z mashinamni minib kelaveraman.